Unutmanglar, odamlarga yaxshi ko'rinish uchun, odamlar bilan oradagi munosabatni yaxshilash uchun yolg'on kerak emas. Agar yolg'on bilan orangizni yaxshi qiladigan bo'lsangiz, unaqangi do'st ham kerak emas. Ko'rmagan tushini ko'rdim deyish yo tushiga qo'shib yolg'on qo'shishlik eng katta yolg'on hisoblanadi. Eng katta yolg'on hisoblanadi. Ko'rishib, men shunaqa odamlarni eshitdim. Xo'p, men tushimda bunaqa ko'rdim desam, yolg'onligi isbotlanmaysiz-ku. To'g'rimi? U shuna deb turib, ikkinchi o'rtog'iga borib turib, ko'rmagan tushimni bu oshnamga aytib shuna dedim degan, u orqali xabar kelganda xullas. Deganim, qadrdonlar, ko'rmagan narsalarni tushlarni ko'rdim demanglar. Ko'rmagan odamlarni ko'rdim demanglar. Bu yaxshi emas bu. Juda yomon gunoh bu. O'zi yolg'on yomon-da, sabab yolg'onchi meni ummatim bas deganlar-ku Rasululloh alayhisalom.